Inson qanchalik baquvvat bo'lmasin, agar uni ruhiy holati nomutanosib bo'lsa, u tanadan hech qanday foyda yo'q. Ushbu videoda ko'rib turibsizki, mana bu erkak qanchalik tanasi quvvatli bo'lmasin, ruhiyatida juda kuchli qo'rquv bor. Bu erkak ukoldan qo'rqmoqda. Qarang, shunday katta gavdaga, masalan, ikkili shpritsni ignasi qancha kichkina bo'ladi. Lekin bu erkakni tanasiga kiradigan bir paytda unda kuchli bir qo'rquv, xavotir, vahima vujudga keladi. Va bu erkak o'sha qo'rquv, xavotir, vahimani boshqara olmaydi. Shuning uchun xavotirli kasallikka duchor bo'lgan bemorlarga o'zingni bos deyish befoyda. Vahima kasalligi, ya'ni panichskiy ataka. Bu qanday holat? Inson jismoniy qobiliyati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar shu kasallikka uchrasa, o'zini boshqara olmay qoladi. Bemorda kuchli qo'rquv, xavotir, vahima vujudga keladi. Ushbu bemor jismoniy qobiliyati baquvvat bo'lishidan qaramasdan, kichkinagina bir shpritsdan qo'rqayotgan holatini ko'rishingiz mumkin. Odatda bunday bemorning atrofidagilar o'zingni bos, o'zingni qo'lga ol degan gaplarni gapiradi. Bular hammasi befoyda. Bemorga albatta psixiatrik va psixoterapevtik yondashuv kerak. U davolansa, bu kasallikdan tamomila xoli bo'lib, bundan qutulib ketishi mumkin.